Ro'zimurod, tinchlikmi? Uyda baqir-chaqir bo'lyapti. Ha, Grox janoblar, hammasi yaxshi. Faqat mana bu la'nati bola ertaga maktabga cho'g'lamayapti. Ha, maktabdan qolish yaxshi ish emas. Grox janoblari, siz uni ozgina qo'rqitib qo'ya olmaysizmi? Bo'ldi, xavotir olma. Buni o'zimga qo'yib ber. Xo'sh, kichkina Ro'zimurodcha, nega maktabga ketmoqchi emassan? Ertaga maktab bormasang o'lasan. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Qani soliqlarni to'lab qo'y. Yashavor Ro'zimurod, qoyil. Barakalla Ro'zimurod, sen meni xursand qilding. Mana bu sharikni o'g'lingga berib qo'yarsan. Rahmat Grox janoblari. Yengil ursin. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Jin ursin, sharik uchib ketdi. Hozir men darvon olib chiqay, uni olaman. Kech qolding, uchib ketdi. Ammo la'nati, Grox janoblari, meni kechiring. Uni men bilmasdan uchirib yubordim. O'g'lim, meni kechiring. Grox janoblari, sen uchun sharik bergan edi. Men uni uchirib yubordim. Men buni bilmasdan qildim. Grox janoblari, birovlarning gapini eshitish yaxshi emas. Davronjon, qani chiqa qol. Bayram oldi soliqlarni to'lab qo'ysang yaxshi bo'lardi. Qoyil, sen ham 1-sentyabrga tayyorgarlik ko'ryapsanmi? Yaxshi. Grox janoblari, siz aytganingizdek men anorchani tayga yaxshilatishdim. Men senga necha marta aytdim, anorchan taydan kelmagin deb. Sen anorchan tayga 2 zahvat telpakday qilib sizsan, keyin men seni shogirdlikka olaman. Davronjon, sen har doimgidek oldindasan. Yasha bor. Shu seni oldinga kelsam meni kayfiyatim ko'tariladi. Xo'sh, Saidnazar, men senga va'da bergan edimmi, uy sovg'a qilaman deb? Demak, men va'damni ustidan chiqaman. Bora qol, yangi uying bilan tanishib chiqqin. Xo'sh, Saidnazar, men sovg'a qilgan uy, ya'ni senga yangi uying yoqyaptimi? Ko'zlaringga qaraganda demak senga yoqyapti. Saidnazar, senga omad tilayman, boshqa ko'zimga ko'rinmaysan degan umiddaman. Otajon, menga sharik olib bering, men sharik xohlayman. O'chira o'zingni la'nati bo'lar, bitimni olib beramanmi pulim bo'lmasa? Yo'q, menga sharik olib berasiz. Agar sharik olib bermasangiz, ertaga maktabga ketmayman. Bola, o'zi senga maktab forma olib berdim. Pulim bir tiyin qolmadi deyapman. Mayli bu yoqqa kel, olib beraman. Menga bir dona sharik berasizmi? Menga bir dona sharik deyapman. O'zi nech pul turadi bu? Bitta sharikning narxi 1000 ta zumrad. Nima? Sharikka boboing narxini qo'yganmisan, nima balo? Men senga 1000 ta zumradga sharik olib berguncha kitob daftarlaringni olib beraman. Yo'q ol bu yerdan. O'zi sen bola bilan bir joy chiqib bo'lmaydi. Sil qilasan odamni. Men bu lahzalarni 20 yil kutgan edim. Mana bu nihoyat vaqti keldi. Men bu jangga puxta tayyorlanganman. Ko'p gapirmasdan jangni boshlaymiz. Meni askarlarim senga o'yinchoq emas. Qani hujumga! Birinchi raundda sen g'olib bo'lding, lekin ikkinchi raundda men shunday g'olib bo'lamanki, sen pushaymon bo'lasan. Ovora bo'lma, ikkinchi raund bo'lmaydi. Nima? La'natay, nima qilding meni askarlarimni? Bolalar, bu yerda nima qilib turibsiz? Hamma to'plangan. Qani yuringlar ichkariga. Meni jonajon maktabim, va nihoyat yana ko'rishdik. Nega hammangiz bizga tikilib qoldingiz? Bugun 1-sentyabr yangi o'quv yili boshlandi. Shu fursatdan foydalanib hammangizga yangi o'quv yili boshlangani bilan omad tilayman. Bu yerda hamma yig'ilgan ekan, bir narsani aytib qo'yishim kerak. Ertaga hamma maktab remonti uchun pul olib keladi. Orqaga nimani gaplashyapsanlar? Kimning gapiradi shuncha gapni? Ovozlaringni o'chirib o'tir. Direktor Mavlonovni sizlarga ikki og'iz gapi bor ekan. Direktor Mavlonov, qani marhamat, so'z sizga. Direktor Mavlonov, qani tezroq chiqing, nima kutyapsiz? Yo'q, biroq ustoz Hamroyev nimaga baqiryapsiz? Qo'rqib ketdim. Xo'sh bolalar. Tushunmadim, qayerga ketyapsiz? Men bolalarga aytadigan gapimni unutib qo'ydim. Bo'ldi, mana esimga keldi. Bunday baqirmakda esimdan chiqib qoladi. Xo'sh, qadrli o'quvchilar, ustoz Hamroyev aytganidek sizlarni yangi o'quv sinfga kirsin. Ustoz Hamroyev bolalarni sinfga tarqating. Agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, men o'z xonamda bo'laman. Qani hammang sinfga bilib kirlaring. Qimirlar, alohida taklifnoma kerakmi? Hamma yangi kitoblarni ochsin. Birinchi dars geografiya bo'ladi. 3 oy dam olganlar yetmaydimi sizlarga? Padaranglar seyishlarni birinchi kundan hisoblab o'ynalaring. Ustoz Hamroyev, ruchka olib kelsam maylimi? 3 oydan oldilaring. 3 ga olib kelish indeksiga tushdimi? Sanlarga chiqib ketishga kim ruxsat berdi? Padaranglar seyishlarni kiramaysizga. Men baqirmay o'ylay. Senlar bir joyga o'tira olmayapsanlarmi? Kitobni och, padaranglar seyishlarni. Ustoz Hamroyev, tinchlikmi, nima bo'lyapti? Sinfga Grox janoblari kirib keldi. Bir salom olishga aqllaring olmaydi. Beaql bola, sen kamerani yopib qo'yding. Qani to'sh la'nati bola. Axir muxlislar nima bo'layotganini ko'rmaydi. Ustoz Hamroyev, bir nechta o'quvchilaringizni bellashuvga olib ketsam maylimi? Men bilan bellashuvga ketasanmi, bolaginam? Yo'q, men bormayman. Bola, agar men bilan bellashuvga boradigan bo'lsang, men senga sharik beraman. Yo'q, menga sharik ham kerak emas, bellashuv ham kerak emas. Ustoz Hamroyev, nega sizning o'quvchilaringiz kattalarni quloq solmaydi?
Grof janoblari, uring bular asli. Ostonasiga men o'zim javob beraman. Qani o'tiraman, grof janoblari bilan bellashuvga ketasanlar. Sen va sen qani men bilan yur. Ustoz Hamroyev darsni davom ettiravering. Ulangan o'yinga. Injinersan, axir men direktorman. Bu yerda nima qilyapman? Siz uchovingiz maydagina cho'chqacha bilan bellashasizlar. Tushundim, demak men... Kun, xavotir olmang, hammasi mening nazoratim ostida. Cho'chqacha kichkina, faqat salgina semizroq. Yo, xudoyim, kichkina cho'chqalarni ochib qirga qarabsan. Oy, la'nati, nega uni orqasiga qilish qilyapsan? Bu sena bor. Bir sen emas, men ham yo'lyapman. Hali hamma yerda suvga sakrasin, suvga gapman. Jinursin, bu cho'chqa dumulg'amga bolta chiqarmang. Hali sizlarda yana ikkinchi raund bor. Shuning uchun tayyorlanib turing.